qizlarni tushunmoqdasiz. Avtori Oysham Ismoil Tabassum. 20-qism. Voy, nega? Texi Mavlani yeb bulanmagan tursak. Buning gapiga parvo qilmay oldida yo'l boshlab menib Marojnixondan chiqib ketdim. Bo'mo norozi bo'lgan holda so'ngdishib chiqdi kaynimdan. Gachini ish qo'g'ilgandek hapla chiqibla mashinani tezlik bilan qo'zg'ab, buningga tinib og'idakmi fursat bermay uyini nishonlab o'qdak aydidim. Shundaqdimi yana bilib qoldi bu. Mashinaning bexatarlik tasmasiga ching'ida chaplashib o'ltirg'ach, oqtirib ko'di bo'g'ay o'ndidarni. Kam ko'rtilikdan xabar tepibla churrodi qildi, chiroyini qaynoq suv to'kilgandek ko'rishtirib. Hay, siz boyi mening o'ndidarimdan odam yuydingizmi siz? Nima? Voy yo'q. Nima ish qildi qilma bekadan? Yeyibsiz-ku mana. Sizdan boshqa bir kim tutib baxmasa yanfunimni. Hozir qarsam dadam, akamlar yo'qtirdi o'ndidarda. Yana bir mo'jaylanma yo'q. Siz yumsangiz kim yuydi? Nim qilganingiz bu? So'rabmi qo'ymay. Ko'kyin chaqqan eshakdek chichangshib, obdalla tatadi hiliq qiz. Buning chalvoq qoshlarini tinglab, musikamga isqirtqach, mashinamni haydaverdim. Davadi, anglavadim. Yana davadi. Quluqimning ichi pushdi bir chaqda. Qarsam yig'livatgidek bo'pti, chanqilib qaqshib. Bir kim ko'rsa, buni men bo'zaq qilgandek hissiyatda bo'lib qilyapatdim-da qaramoqqa. Şunu bilan bayqi o'ch elishning xushalligida bara-bara tarqashqa boshlagan ochchig'im qaq tüydildi tutdi. Mashinani yo'lning chetiga tatibla jiddiy tormoz qilib to'xtatdim va o'tini o'chirgandan keyin buning chalva qoshlarini ko'ziga tikilib turib anglashga boshladim. Voy, qanday qilgan qiliq bu? Bir daqiqani o'zingiz. Dadam tursa, akam tursa u. Voy, avchi mening boshlig'im. Voy can, qanday tushundirman men? Bir so'rab baqsangiz bo'lmamdi yeyishdan burun. Har qancha bo'lsa-mu odamni mushundaqmi osal qilamsiz? Xap sizni, xap. So'zlab bo'ldingizmi? Men nima qilibdiman? Ha? Qanday qiliqkan? Bu siz qiziqkansiz-ku. O'shkining ko'ti har vaqt ochiq tursa gap yo'q. Qo'yning bir qitim ichilib qolsa hoy degandek ishmikan bu? Siz mening o'ndidarimdan 3dan 1 qism odamni yer supurgandek supurib yeyvasangiz gap yo'q. Ben sizninkidan 6-5 odamni yuyib qo'ysam yomon ketdimi? Menikidan yuydigan chaqda mushundoq eg'ir keldiganni, mundaq o'z beshinchilik qilsa obdan bo'lmaydiganni o'ylashmabdi ekansiz, ha? Qanday bo'ldi ekan? Ochig'i kelamdi ekan odamning. Hay, u mening yeyotganlarim sapli sizga nisbatan muhim bo'lmagan qizlar. Ay Allah, men sizning opangizni ochingiz bilan yengingizni yuymadim-ku. Men tuqqanlaringizni qo'yib yatlarni yusam, lekin siz yatlarni qo'yib tuqqanlarimni yuyib etibsiz. Endi ularga qanday tushundirman? So'zlab koyib ochchig'ida yig'lab tashladi qiz. Buningga u qilg'inining xato ekanligini bildirib qo'ymsam bo'lmaydi. Shunga qo'shimamni turibli koydim men. O'qish tarixi bo'lgan, jamiyatda muayyan o'rni bo'lgan, aloqa doirasida bir talay kishilar bor bo'lgan xizmatlik odamning o'ndidarida saboqdoshlari, yiqinlari, xizmatdoshlari, o'qituvchilari, tuqqanlari bo'ladi. Buni biladigansiz? Mening o'ndidarimdagi odamlar sizga mo'yin bo'lmasa mayli, lekin menga nisbatan mo'yin. Mo'yin bo'lmasa o'ndidarim turg'izmaydim. Siz nimaga asoslanib yuyatdingiz ularni? Yuyishdan burun menda so'rab baqdingizmi? Eg'ir kasimi deb qo'yay. Siz mening turmushimga singib kirishni, o'ndidarimni boshqarish, nazorat qilishdan boshlagan ekansiz. Men sizni rad qilishni mushadan boshlayman. Men sizning o'ndidaringizdan yatlarni qo'yib tuqqanlaringizni yuydim. Ashu tuqqanlaringizga o'ndidaringizdan yuyilib ketish sababini tushuntirish sizga qanchalik tas kelsa, mening o'ndidarimdan yuyilib ketganlarga tushuntirishmi ashundaq tasga to'xtaydi. Siz hozircha mening hech nimam emas. Navoda ayolim, necha bolamning opisi bo'lib ketgan taqdirdimi mundaq qiliqni qilsangiz bo'lmaydi. Tushundingizmi? Mening emas, har qanday odamning shaxsiyatiga, aloqa vositalariga qalaymaqan chaqilsangiz bo'lmaydi. Mushunchalik odamiylik enini bilmaydigan sizda qiz bilan qandaqmi to'y qilib oila qura olayman. Bo'ldi. Buningdan keyin ko'rishmi yurmaydi. Baxtingizni tepib oling. Xo'sh amsa.
Deydiganlarimni deb bo'lib tushib ketsangiz bo'ladi degan ma'noda aynakdan sirtqa qarab o'ltirib oldim. Qiz undimay jimmida o'ltirib ketdi. Uning bir narsa deyishni xohlamaydi. Aramızda bosgan sukut ichimni yeb ketib o'tadi. Va uni haydab tushirib etishdan o'zimni aralla tutib turatdim. Bu qitimqi ishlar shundoq bo'ldi. Gap so'zsiz uzoq o'ltirgandan keyin qiz xo'shmi demay mashinadan tushib, nagdir g'oyib bo'ldi. Menmi kaynimga qarabmi qo'ymay yo'limga ravon bo'ldim. Shunda qilib yana bir go'zal bilan uchrashishni echinishliq oxirlashtirgan bo'ldim. Hayotning rang-barang qismatlari ichida menga muvofiq bir xotin chiqmayotganiga hayron edim. Men demakliklar ko'zimchilar bolalarni yetlab yurishadi. Hatto shular aytgan xatni to'ylag'imi o'zim yolg'iz berib, kishilarning masxarasi orasida yolg'iz o'ltirib g'izolanib, yolg'iz o'ltirib xiyol surib, so'rindan hammadan burun qaytib, yolg'izgina yenib kelatdim. Loyiq izlash davomida turlik mijozdagi har xil chiroy va har xil badan qurilishiga ega qizlar uchragan bo'ldi. Ba'zilariga men yoqmadim, ba'zilari menga yoqmadi. Ba'zilari bilan yiqishqin bo'lsaqmi, goh uning sharti, goh mening shartim o'dil kelishmay, jimmida xo'shlashib qolishdik. Men taqdirning o'rinlashtirishi degan gapga azaldan ishonmaydim. Shuningmi, o'zimni tirishsam cho'qim baxtimni topalayman deb o'ylaydim. Ammo nurg'un ishlardan keyin mening o'ylarimning faqat bir orzu ekanligi, turmushni, baxtni haqiqatan taqdir o'rinlashtirdiganligiga ishonib qelayotardim. Eliqi badandan badbo'y puroq tarqalib turgan qizning mijozi intayin yaxshi edi. Tujublik, kamtar, ochiq yo'ruq ham kulgunchak edi. Kishiga yaqin sudek ta'sir beradi. Faqatla badandan g'alati puroq keladi. Shu sababdan bo'lsa kerak 32 yoshga kirgachima to'y qilolmay o'ltirib qolgan. Turmushga bo'lgan ishonchi to'limi so'z, nihoyatda kam so'z edi. Uning bilan oxirgi qitim ko'rishib xo'shlashayotganimda u ko'zlariga liqqida yosh ep turib. Bilaman. Mendeki nuqsonni hil ham bilib turibsiz. Lekin yuzimga salmatingiz. Hem bu sebeplik mendan tuyuqsizlik yiroqlashmagan birdan bir odamsiz. Qanday qilaman? Taqdir peshanamga mushni bitib ekan. Qandaqli tirishchilik ko'rsatib davolanib baqsammi, unimi bo'lmadi. Badanimdagi mush puroq sababli kuniga 2 vaqt yuyinib, ilmi suvdan chiqmaydigan o'rdak bo'lib ketay dedim. So'qim eshib yiqilib qoldim-ki, boshqa foydasi bo'lmadi. Buningga doktorlarning amal yo'q ekan. Genning tartibsiz o'zgarishi deydi. Buning nima kasal ekanligini men tushunmayman. Ish qilib mushundaq purg'ini. O'zimga purmaydi. Lekin boshqalar hammasi shundaq puraysan deydi. Qo'limdan keladiganning hammasini qilib baqdim. Oxir umidsizlanib davolanishdan voz kechdim. Endi sizmi men bilan xo'shlashmoqchi bo'lyapsiz? Amaliyotda uydagilar boshqalar yoqib qushib ekan. Opamning lavizini yaramadim deganlaringizning bahona ekanligini bilaman. Şun men sizni xijolat qilmay, mush kimgacha menga yaxshi muomala qilganingizga rahmat. Baxtli bo'ling. Deganida yuragim etishib ketgan edi. Uningga yordam qilishni o'yladim. Lekin har cho'ng doktorxonalarga amal qilamagan kasalga mening hech qanday ilojim bo'lmadi. Uningga ichim og'irdi. Biroq ichim og'irdi debla ko'nglim topmagan birsini ilishni tanlayolmadim. Chunki uning bilan to'y qilsam bir umr bir uyda birga yashashim, u atgan tomoqni yeyishim, uni tuqqanlarim bilan iliqtirib, do'stlarimning to'y ma'rikalariga, o'lim yetimlariga qatnashtirishim. Keyingi hayot musofamni uning bilan birga tamomlashim kerak. Eli tilda yuzlanmayotgan, qabul qilinmayotgan u badbo'y puroqni bir umr purab o'ssa, bu menga mumkinmi? Bilib turib uni tanlasam o'zimnimi, oilamnimi qiyin ahvolda qo'yganim emasmi? Bu ham qizg'imi eg'ir keladi. Shu nuqtadan aytganda keyingi azob oqibatdan hozirgi to'xtab qilish ming yaxshi edi. Shunga chiroyli tasalli va umidlar bilan uni uzitib qo'yib, o'zim bir quchoq hasrat ichida uning kaynidan uzoqqa qarab qoldim. Odam shuni tushunishi kerakki, turmush qurish hargizmi shakli o'zgargan xayri saxovat emas.
Bir odamni hesdoshlik qilganligi, yordam qilishni xohlaganligi uchun elish bu osonlikcha bir kim qila oladigan ishmi emas. Meningcha bunday qilishqimi bo'lmaydi. Onunğa yordam qilishning buningdan boshqacha usullari ko'p bo'lib, cho'qim uni elib oila ato qilish shart emas. Shundaqla qarish tarafning birdan-bir hayotlik yo'limi emas. Shuningga qaraganda menmi uncha vala oq ko'ngil, sehi, tillarda doston bo'g'idek yaxshi bo'lmasam kerak. Ish qilib, men shu qizga intayin esdoshlik qildim. Qo'limdan kelsa hamma ishlariga yordam qilg'im keldi-yu, lekin olmadim. U haqiqatan mening o'zini rad qilishdagi sababimni bilib qolgan edi va meni tanglikda qo'yishni xohlamay jimmidi ketib qoldi. Shu ishdan keyin xeyli bir mahal shuklab ketdim. Bu ish uchun mayli qanchalik azoblangan bo'lay, azoblarning iskanjasidan qutulib, o'zimning kelgusi turmush uchun tirishmasam yana bo'lmaydi. Buni mendimi bakrak opam o'ylaydi. To'y ishi ömürlük cho'ng ish bo'lganlikdan uningga sal qarg'um kelmaydi va kimli bo'lsa maylila deb berib, udul kelgan biri bilan bosh qo'shishni xohlamaydim. Qaysi bir chaqda do'stimning to'yda tonishib qolgan bir qiz shunchalik bak yuragimni azdi. Bir bulonda u yolg'iz, bu tarafdan men yolg'iz edim. Telefon kelibdi, elibdi so'zlashib, dardini to'kib qoldi. Hamda xuddi kino qilib ishlasa, million bilet kirimi yaratqidekla bir taloy dardini. Ata-onamning meni paravallik o'rnidan akilib beqib olganligini bilgan chig'imda, ularga minnatdorlik hissiyotim, tashakkurim hassilab oshgan edi adash. Lekin amdiga kelganda meni pul uchun dadam demaklik bir odamga tegishga zo'rlab, hech holi qolmadi. Surishtirsam, mendan cho'ng o'g'li bor ekan. Pat arada kelin kögidekmiş. O'ylab baqa, men shu to'yga qanday ma'qul deyman. Ayni chaqda oliy maktabda o'qishimni to'sig'anda, sizni o'qitqadek iqtisodimiz yo'q. O'qishga bormay xizmat tepib ishlab turing. Keyinchi iqtisodiy ahvolimiz yaxshilanganda qayta imtihon berib, ondan o'qasiz deb turib oldi. Mayli deb o'qishdan to'xtadim. Keyin ishkirdiki Uyg'urcha tamoqxonaga berib ishlaydiganligimni ham u yerda yuqori maosh ta'minot oladiganligimni anglab, yana yig'lab, angrab turib elib, o'rnimga o'zining qizini avatdi. Men qilib qoldim. Shu chaqdimi, umi o'zimning ojiz bo'lganlikin mayli emasmi? Menga yana fursat chiqa. Maoshim oz bo'lsa-mu, mush yerda ishlagach, ota-onamizning holidan xabar etib turay debdi men. Keyin ocham ish terib qo'yib kechib kelganda, ishni tergan o'zining qizini yushirib qo'yib, keynidan izlab chiqqan saqchilarga meni chiqarib berdi. Saqchilarmi o'ng so'raydi ekan jinim adash. Qonun oldida mutamlarning gibi gap bo'lmaydi ekan. Shu qitimmi ocham qoldirib kelgan isbot, boshqalarning guvohligi, ko'z tish kamerasining sin hujjati qatorliqlar bilan dalillashtirilib bo'g'icha ovalchilik, qo'rqinish, g'ayribsinish ham umidsizlik ichida o'zimni o'ldirib olg'ili tas-tamas qoldim. Texsaqchilar ishni yo'li bilan tekshirib bir taraf qilib, ochamga qamoq jazosi hukm qilsa, hammani mendan ko'rib, yomonlab yurmamdi. Xuddi qiziga xatolik o'tkazib, haqni urib, meyib qilib qo'ying deb men o'gitib qo'ygandek. Bu uyda azaldan xato ishlar mening. Jafo mushaqqatlar mening. Izo ahonat, tayoq to'qmoqlar mening. Yaxshi narsalar, mehr muhabbat, kuyinish, tövbe ham tartiqlarning hammasi ularning o'z bolasining bo'lib kelgan. Ocham turmaga kirib qolgandan keyin qo'shnilardan anglasam, meni boshqalarga bir muncha g'ajab beribdi-da. Yigirma birinchi qism. Ocham turmaga kirib qolgandan keyin qo'shnilardan anglasam, meni boshqalarga bir muncha g'ajab beribdi-da. Asli ularning meni paravallik o'rnidan akilib beqib edishning sababi bor ekan. Ochamni tuqqandan keyin faqatla bola yuzi ko'rmagashga, tuqqanlari ularga
Sırtım balı beqib elib, chin dilinglardan kuyunib beqib cho'ng qilsanglar, yana balı yuzi ko'ra olaysizlar. Bu ajdodlardan qolgan udum deb qaymoqtirg'ashqa. Şunu meni beqib olgankan. Keyin o qayta balı yuzi ko'midi. Bahar yo'q balisi shu oqcham ikkimiz. Shuninglik bilanmi tuzuk odam bo'lmadi. Hadisi jafolarga meni qo'yib, avarchiligiga meni ittirib, kichikkin manfaatni deb meni qiyin qistoqqa elib, hayotdan dasturib bo'ldi. Endi bo'lganda pulini ko'zlab, meni bir qiyri odamga zo'rlayotdi. Ota-ona deganmi, mushundoq bo'lamdi. Nerede qoldi ularning ulug'ligi? Bilmaysan, adash. Ularning zo'rlash, düşkələşlərini bəkli içimga ep ketyaptiman. O'ylab baqsam, meni beqib cho'ng qilgan ajrini aslab qaytirib bo'ptiman. Buningdan keyinlari behuda isrofchilik bo'lg'adak. Bo'libmi umrlik cho'ng ishimni shularning orzusi bo'yicha o'rinlashtirib, ashu odam bilan majburlik ishida billa o'ssam, bu men uchun o'limdan battar ish bo'lg'adak. Shunga atash uydan chiqib ketishni o'ylashyaptiman. Chiqib ketsam-mu, yana izlab parakanda qilsa, yuz xotirini qayirib qo'yib qonunga borman. Menmi baxtli yashashga huquqliq. Hamma ishlarga mayli desam, menimi o'ylab qo'ymay baxtimni to'g'ri tikmoqchi bo'lsa, uningga men qarab turmayman. Vaqti kelganda sana biroz ig'irim tushib qilishi mumkin. Yordam qilasa jinim adash. Senden başka yakın ötüdüğün hiç kimim yok. Hamma ishlarimda sana tayin edikenman. Bana qilgan yaxshiliklarni men bir ömür unutmayman. Jinim tinimdili bo'lsa, bari kuchim bilan ishlab, hamma ishlarimga qerindishimning ishlarida kuyunib qarishib, javob qaytarishga tirishaman. Qiz shundoq deb buqildab to'kilib ketgan edi shu chaqda. U to'y bo'lib atgan zalga kaynini qilib o'ltirg'achqa, uning yig'lig'ini hech kim ko'rmaydi. Zalda muzika qo'yilayotgan bo'lg'achqa bizdan yiroqroq turgan va o'ltirganlar uning ovozini anglamaydi. Shu chaqda uning ichim og'irgan. Qo'limdan kelsa yordam qila olgan bo'lsam deb o'ylagan. Ammo keyin Furqatning aytishicha, har odam o'zining turmush yo'lini o'zi menishi, o'zi yo'liqqan ishlarni o'zi bir taraf qilishi, bir taraf qilishga faqatli kuchi yetmaganda hal qila oladiganliklarini izlashi kerakmish. Kishilik hayotda yordamga muhtoj odamlar intayin ko'pmish. Men ularning hammasiga yordam qilib bo'la olmaydi ekanman. Bu ham shu kishilarning agir to'qayliq ishida pishib yetilish bosqichimish. Yordam qilaman deb bu bosqichni ularning qo'lidan tortib olsam yaxshi bo'lmaymish. Uning bu gaplari haqiqatan chak bosatdi. Shunga bo'yin to'lg'ashqa, undaq emas deyishga asosim yo'q edi. Hayotda har qismatlarga uchirgan kishilar orasida albatta men bor edim. Shu qismatlar ichida boshqalar tarafidan ahmoq qilingan, ig'ir haqorat ichida rad qilingan bir qitimliq ishni sizlarga so'zlab beray. Shu qitimqi qiz tantarbiya sohasida yetishgan mashqovul bo'lib, otdek badani, arlarnikidek qo'pol, bom ovozi, gus-gus dastlab mengishlar bilan odamni sur bostirib turganning ustiga erkin boks turining qiqas mushlashchisi ekan. Qaysi bir chiniq sarining ishdan sirtqi terenir demdi. Ish qilib kasbiga bo'lgan muhabbati, ota-onasiga bo'lgan muhabbatini ishga qatlaydigan bu qiz yenimda mansa xuddi Vuson palvondek ko'rinadi ko'zimga. Boylari mendan obdalla 7 cm egiz. Biraz qiz do'sting bormi deb so'rab qolsa, gapini qilma. Mani bir obdalla qovul qo'g'dig'uchim bor deb tashlug'idek bir qiz edi amdi. Kasofatga ko'z tegmisin. Bo'ybastiga, kasbiga 100 kiloligidek holda yashagan bu qiz bilan mundaq hikoyamiz bo'lib o'tdi. Bir kuni buning bilan tamoq yeb bo'lib kashlik manzarini ko'rimiz deyishib bog'chaga kirdik. Paranglashib ketyotdik bir obdan. Oliy maktabdagi chog'larda menmi muskul chiqiraman deb bir mazgil chiniqqan. Shu nuqtadan aytganda o'zimni tantarbiyaga qiziqaman desam bo'ladi. Bu jihatda xeyli fikrimiz bir yerdan chiqadi. Shu ishlar to'g'riliq paranglashib, kulishib ketib, chaqchaq qilib buning murisiga qo'limni shundoqla og'inimni bilaman. Bu tuyuqsizlik qo'limdan tutib qayirgan peti meni yampashq ilib oldiga necha metr neriga atmasmi? O'zimdan cho'ng arlar bilan tutishib qolsam bu qadar sat tushmaydim.
rasmiy chelishilgan ish bo'lsa har holda deb qo'yib andin ala bo'g'iydi u yonboshqa. Bog'chining kashlik manzarasi go'zal bo'lg'achqa sayli qildigan odamlar bak ko'p edi. Shundaq bo'lganda men qizning yonpishidan eshib necha metr neriga paloqqa tushgan chaqda atrofimizda liqqida odamlar. Ko'rib turganlar voy deyishib, gurrida o'lashqicha sal yiroqdikilarmi paloqlab kep bo'ldi yenimizga. Asli u chaqchaqlashyapmiz deb kulib qo'yib taqqida o'rnimdan turib, andin qizni yetlab g'itildab ketib qolgan bo'lsam, buning chaqchaq ekanligi chaqchaq pet qoladi. Biroq zo'rg'i kulib turib, chaqchaqlashyapmiz deb qo'yganim bilan o'rnimdan turib ketamadim. Tushgan yerimda chim qilib og'irgan bir yerlarimni silab, yerga qattiq tushgan yonpishimning og'riqdan boshqani sezmasligidan ajablangan siri atrofda o'lishib turganlardan nomus qilib, shundaqdimi satlashib qolmay deb zo'rlab ejib, chiroyimning ayonchilik purilib ketganini his qilib, yig'i tutib, shunchalik o'sal bir holda xeyli uzun o'ltirib qoldim. Kimlardo qo'limdan tortib yo'lashtirdi. Yo'ligan sira og'riq kuchayib vayjallab ketdim-yu, yana tanbagim kelmay, hech ish bo'lmagan qiyofatga kirib oldim. Shunchalik sat turdi hey xaloyiq. El umrimda munchalik qattiq izoga qilib baxmaganman. Ish qilib, eshakdan yiqilib tushgandek bir nomusliq ish bo'ldi-da bu. Ya o'zimni o'ngshab o'rnimdan turib ketammidim, ya qo'lim bilan yonpishimning og'riq qo'yib bermadim. Shu holda cho'g'di ko'ygandek bir tanqislik ichida o'ltiratdim. Bu qiz kelib, mening vayjallashlarimga parvo qilmay, garaj ko'rish yo'lab, paloq buluq yudib ko'tiriblimangdi. Qizning issiq dumbisiga choplashib ketib etib, abaydan beri bizga qarshib turganlarning kaynimizdan paroqqida kulishib ketganlarini anglab turdim. Texi qandoq bo'lib qarab qoldim, esimda yo'q. Necha birlari yonfullarini chiqarib bizni suratga og'ilib turibdi. Voy nomusom dedim-da ko'nglimda. Darhol bu qizning patangaga tumishqimni tiqib, yuzimni yoshirib oldim. Hamda birdamdala xalqarada cho'lpon bo'lib ketmaydi. Shuning uchun ulguralganlar bu ta'sirli minutlardan xeyli obdan xotira qoldirib ulgurib oldi. Qo'lim bilan yonpishimning og'riqi bir yandan, bir to'p odamlar orasida satlashib qolganning izosi yuragimni og'irtib, bir yandan qiynalib, jinim kichikkina qolgan bir mahalda doktorxonaga akeldi meni. Rentgen aparatida tekshirib bir nimalarni qilgandan keyin belikimning inchikli sunki joyidan qo'zg'ilib ketganning gapi bo'ldi. Mana ta'laydigan, dedim yana bir qitim taqdirga tan berib. Ammo azoblarimni bir o'zimni tushunatdim. Shunda qilib qo'limni bir aplik tengib bo'ynimga esib qo'ydi. Bir chiroyli iskatim jangdan qaytgan askardek bo'lib, bu qizning oldida yetim boldek bir holga tushib qoldim. Shuningdan keyin uningga qarag'im ekanmidi. Qiydib oldim-da achchig'imda. Haqiqatan qiydimsam normal ish bo'lmay qoladi bu. Qarasam bu texi o'zining qilgan saranlığı o'ziga bilinmagandek menga ta'tirib yiqib o'ltirdi. Ne bir kechirim so'raydigan, ne bir holimga yetadigan ish yo'q. Shunchalik xo'rlik his qildim ish qilib. Doktorxonada nim bo'ldi deb so'raganlarga tiyilib yiqilib tushdim dedim. Buningga kaynimni qilib chiroyiga qaramay turib. Bumi ortiq gap qilmadi. Hayatımda acamdan boshqa ayol zotidan tayoq yeb baxmay mushi yoshga kelgan ishkanman o'ylab baqsam. Endi buning bo'ybastiga ishonganligiga menmi shaksiz ishondim. Biroq navada davomliq mushundaq bo'laversa deganni o'ylaganda meni qaytadan sur bosdi. To'y qilib birga yashagan ayollar degan ancha-muncha urushib qoladi. Shundaq bu. Bu endi shunchaki chaqchaq qilganimga yonpishig'i elib, chinglongcha etib yursa, agar rasmiy urushib qolsak nima bo'lmoqchi? Shundaq bo'lib qolsa, bu meni suv tugmanda un tatgandek ezib, talqonlab, ko'tak yog'gandek parcha-parcha qilib, uyning bir chetiga tashlab qo'ydik. Nima degan qo'rqinchli? Urushib qilib biror tasdak urib qo'ysam bo'ldi. Vasiyatnomamni oldin tayyorlab qo'ymasam bo'lmaydigan chiroy bu turqida. Qiz meni bir chiroyli uyga akilib qo'yib ketib qoldi. Buning bilan eng oxirgi qitimliq ko'rishishimning mushi bo'lib qolishini chin dilimdan umid qilatdim-yu, yana bir turib, hozirgi bu ahvolimdan xabari bor, meni yo'qlab kelarmi, kelmasmi degan masalaga intayin qiziqib qoldim. Ammo xeyli kunlar o'tkicha qarasini ko'rmadim.
yo'qlab kelmaydi-kanda deb o'yladim o'zimcha, ko'nglim yerim bo'lsa-mu bu qo'pol Nisoxondan qutulganimga xo'sh bo'lib. Ammo kim bilsin, bu qiz shu chaqda bizni tanishtirgan heliqi dallol ochimizdan bir to'qam gap avatib berdidik. Nima deydi? Heliqi bu bola menga faqat mos kelmaydi ekan oy. Cho'p-cho'ng erkish turib yonpashqa elib olsam, mokkudi tushib berib yotidi. Vujumga qarshi tadbir qo'limdan qutulib ketamidi? Buningga tegib qolsam, meni hargiz qo'g'diyamig'idek. Aksincha menga eg'irini silib kichik boldek bo'lib oladi ekan. Eng yaxshisi o'ziga loyiq birasini tepib olsinlar deb va hokazo o'qiganmish. Endi bilisizlar. Dallol degan shu sal o'sal chiqib qoladi. Shunga ismi dallol deb buni. Bu dalli xotin ilgari o'zi tanishtirgan qizlar bilan mening oramda bo'lib o'tgan ba'zi ishlarni mahallaga xeyli yaygan. Shu gaplarni xeyli bir chog'lar o'tganda boshqalarning og'zidan anglaydik. Sen manda qipsan-g'o deb beshiga birni qo'yg'ili bo'lmagandikin ichimizga tinib ko'nglimiz g'ash yuratdik. Shunmi buning oldida tilim tutuq bo'lib qilishdim. Qandaqdir bir ayib nuqsonlar bilan, qandaqdir biror satchilik bilan buning og'ziga chiqib qilishdan voyim yetdim. Lekin bu qitim ish mening arzu qilgan yerimdan chiqmay qo'ydi. Bu xotin heliqi chamboshchi qizning men to'g'riliq etqanlarini so'ramaganning, mening ishlarimga qiziqmaganning hammasiga so'zlab berib, qizning yonpishidan uchib tushgan ta'sirlik ish izlarini butun jamiyatga yeyib o'tdilar. Ish qilib, mushu so'z cho'chakka kelganda xeyli tali chiqqan bola deyman. Qizning gaplarini o'ylasammi ichim ochiq bo'ladi. Gepi bo'lsa xaqni pochtikash qilib orda mangdirib yurmay, yenimga kelgusi bo'lmasa telefon qilib o'zimga disi bo'ladi. Texim meni qo'g'diyammaydi ekan-ay. Buningga tegsam, menga bola bo'ladi ekan-ay deb tilini chaynashlarini qanday qilay? Bu ya bir baglik davlatning ativorliq malikasi bo'lmasa, ya bir buni bulab-talab tutqun qilib bir yerga ip ketirganga bir kimlarning so'qib qo'ygan plani bo'lmasa. Men bekadilla buni kimdan nemishqa qo'g'daydi ekanman? Aşk qiqas yonpash gumpilari bilan birasining qo'dishiga muhtojmi bu? Hozir degan qonun idora qiladigan, hamma bop-baravar, paravan, bexatar turmush kechiradigan osoyishlik zamon tursa bu. Deb baqsa, shumi gap amli. Kallisining ventisi lig'irlab qolgan qiz bolani bir yerda uchirtib qolsam bu xat. Lekin bu xayni shu hamalni unutib ketdim. Zinhar qat'iy uchrabsanmisan. Mayli men to'g'riliq nima degan bo'lsa deb, qandoq o'ylagan bo'lsa, kangtasha o'ylab, ish qilib, ko'zimdan bir yo'qolsin de. Men xotirjam holda saqiyib, yuvashlik bilan tirikchiligimni qilay. Talodiki so'z cho'chaklar vaqt o'tgan sari unutilib ketishi mumkin. Biroq buni bilan to'y qildiganli bo'lsam, bu hayotimga qilingan eng og'ir chaqchaq bo'lib qoldiganligi aniq edi. Shunga hozircha to'y qilolmasam mayli. Qandaqli bo'lsin, buningdek saranqechi chamboshchig'i nesib bo'lib qolmaydi. Hozirga kelganda eng katta orzuyim mushu bo'lib qolgan edi. Ay, deb kelsam gap chiq. Ishlar oshundoq bo'lib yuribmi? Opamning xotin g'alvasi besiqmadi. Nurg'un saran qizlardan eshib qilib mush kunga ulashdim. Ya meni yoritib qildigandan birisi chiqmadi, ya men qiliqlarini mayli davitib elib xotin qildigandan birisi chiqmadi. Shu tarzda qizlar bilan ko'rishib, chiqishamsak gohi chiroyliqqina, gohi to'limiz satlashib, xo'shlashib yuraverishdik. Yigirma ikkinchi qism. Shu tarzda qizlar bilan ko'rishib, chiqishamsak gohi chiroyliqqina, gohi to'limiz satlashib, xo'shlashib yuraverishdik. Undaq desam, endi bir umr shundaq bo'ytaq betib, xeyri yigit bo'lib o'tib ketirgan o'xshaydi bu deb o'ylabmi qolmam. Deb basam hayron qolasiz. Mangimi muhabbatlashadigan qiz, tegadigan xotin chiqdi ko'ring. Kelgusdan g'am yeb yurgan shundaq kunlarning birida yana bir qiz tanishtirildi mana. Buning bilan shu tunji qitim ko'rishdim. Ishlar qiziq desam yig'lig'im kelgudak, ichinishlik desam haq onglisi kulgidek bir yangizda satli bo'lib o'tdi.
Heliqi qiz yo kayfiyati yaxshi emasdek, yo bo'lmasa men bilan ko'rishgili bu yerga kelgusi yo'qdek, to'limi o'sal bir holda domsib o'ltiradi. Nima yeysiz desam, nima bo'lsa mayli. Nima ichsiz desam, nima bo'lsa bo'laveradi. Nimalarga qiziqsiz desam, qiziqishim ko'p taraflik, hammani deb bo'lolmayman degan. Ish qilib bir eg'iz so'rasam, tish pastasi siqqandek birli eg'iz javob berib go'shib o'ltirdi. Endi men opamning bolasi bo'lgandikin, uning deganlarini quliqimda ching tutaman-da. Şoň işlarni yaxshi tarafidan o'ylab boqay deb buni kamsiz, jimg'ur, yuzi töven qatori o'ylab oldim, ham shuningdan ko'nglim avunib, buning jiq gap qig'ili unimay tutilib o'ltirganini to'g'ri tushundim. Shundaqdimi, aramizda tuzukroq fikr almashtirishlar bo'linmadi va buning uchun ko'nglim g'ash edi. Tağdan bağdan paranlaşıp o'ltirganimiz bilan ikki dunyoning odamlaridek yot hisobida edik. Hamda undaq deganim bilan bugun tunji qitim yuz ko'rishib o'tirdik. Moşundaq yantu qarışıp o'ltirib, texi tüzük yaqinmi bo'lanmagan. Buning ham oxirgi qitim yuz ko'rishish bo'lib qoldiganligini ayol shimayli bilib qoldim. O'ltiratdik udul-mudul. Mening ko'nglimda udulimdagi qiz. Udulimdagi qizning ko'nglida og'amchi to'qunaqmi, supurgi bo'qunaqmi, ish qilib Alloh nimalar kechib yurgan ediki, xiyoli hargizmi menda emasda qiladi. Bir chaqda buning yonfini sayrab qoldi. O yonfin ekraniga bo'yindab shundaqlik qaraganda qildi-yu, chiroyi villadi echildi-da buning. Hayron qoldim. Kulalaydi ekan asli. Shuning bilan telefonni elib, boshda yig'lamsirab, keyin erkilab, kulib qana so'zlashga turdi. Nima? Esingizga kelib qoptiman-ku yana. Telefonni xato urganmisiz, ha? Vi, yuzining qalinligini. Mushundoq bo'ladi shu. Oldirab nochilik qilib qo'ygan bilan yana yalvorib qolatdiq. Bu eski xabjumu sizni. Qandoq qilsam bo'ladi yana? O'lib bermaganlik yerim qoldi deyman. Qandoq? Elimi demay mush kunga keldim, ha? Nima demakchi andin? Viyay, undaq asan ermayman bu qatim. Ravurus kechirim so'rang mendan. Rasma? Gapingizda turinchimi amsa? Bekor buda qaydab qolsam hargiz qarmayman. Ha? Hozirmi? Ha, ma'qul. Jindak saqlang amsa. Shundaq deb turadi bu. Ko'zlari kulkidan purinib ketibdigan bir damning ichida. Ortismi bu deb hayronlik qoldim. Uning telefonda qilgan gaplarini angladim. Qarish tarafning gaplari aniqsiz. Nima gap bo'lganiga qiziqib, nervam har yerda yugurib yuriydi bir yoqda. U telefonni qo'yib bo'g'icha ahvolni so'ray deb eg'izimni o'malladimda, mendan gap chiqib bo'g'icha bu chaqqan keldi. Ham o'rnidan turib, menga robro qarab shundaq dedi. Qarang, bu meni siz bilan ko'rishishga ota-onam majburlab avatgandan, ha? Aslida men kelishni xohlamagan. Sizning gapingiz bo'lganda mening o'g'il do'stim bor edi. Uydagilar uning bilan to'y qilishimga qo'shilmay turgan. Shu orada boshqa bir ish to'g'riliq uning bilan so'qishib qilib ayrilib ketgan. Ayrilib ketgandan keyin deb shuningga qaydab, shunga bugun siz bilan ko'rishgili kelgan. Hozir o'g'il do'stim telefon qilibdi. Yarashib qolaylik deyotdi. Uning lafzini ilkamsam bo'lmaydi. Uning ustiga shu balani yaxshi ko'rmandan, ha? Shunga mendan ranjimisiniz ekan. Sizga cho'qim yaxshi bir qiz uchraydi. Qarsam bak yaxshi bal ekansiz. Cho'qim baxtli bo'lasiz. Bu gaplarni anglab hayron qoldim. Qiziqmi? O'g'il do'sti bilan urushib qolsa, men bilan ko'rishgili keldi ekan. Yarashib qolsa meni tashlab ketar ekan. Undaq odam bu yerga kelib nima qildi? Kim majburlab bog'lab so'rab keldi buni? Bormayman desa ota-onasi bo'g'ib etmas bo'g'idi. Oliy maktab tarbiyasi ko'rgan bir qizmi shundaq yo'g'anbosh galdami keldikina? Shunchalik achchig'im keldiki, yuz xotira qilolmadim buningga. Shuning bilan chin qilib qaqshaqla tushdim. Ey, nima qilganingiz bor? Ha? Kaginiz yo'q odam uydagilaringizga men bormayman deb ochiq estingiz bo'lmamda amsa. Keldiganni kepib, nima bu yerda gajini ahmoq topgandek birini bilan deb yurasiz? Mendimi siznikidek avaylanishga tegishli bir ko'ngil bormi? Bilib qo'ying. Qandaq degan tarbiya ko'mi keldik bu. Voyt! Teshliqdi.
Nima yap qo'ygan xotinlardek voqirab kakirab yuriydilar. Jahonning ishlari ba'zida mushundoq bo'lib qoladi. O'zlari mendan boshqa qizlar bilan ko'rishib baqmaganmi? Ha? Men o'xshash ko'rishga chiqishga majburlanib baqmaganmi? İşlar degan shundoq bo'ladi ba'zida. Biz faqat yuz ko'rishib vaqtni xolos. Ya bizning yuz ko'rishgandan keyin chuqum to'y qilmasanglar bo'lmaydi deb birasi belgilama tuzib chiqarib qo'yganmi diye. Bir kimga qarzimiz yo'q, yuvoshlik bilan to'y qilib berdiganqa. Mening siz bilan to'y qilg'im bo'lmagan ekan, rad qilishim yo'lliq. Shundoqdi? Shunga kelsam sizning hurmatingiz, ketsam ixtiyorim. Qandoq? Boshqa gap yo'qdi? Gap qilolmay qoldim. Yana nimami deyalaydim? Peshonamdan purrida o'rlagan sovuq tarni qog'oz qo'lyog'liq bilan surkicha kassam obdalla ko'tarilib qolgan o'rindiqqa pokkida tushdim. Qiz daydiganlarini deb bo'lib somkasini mo'risiga olgan peti kayniga burilibla eshik tarafga mangdi. Ondan eshik oldidagi mulozim pokida to'xtab hisolat qilayotgandan keyin menga salpal burilib ko'zining qirdi qarab miyiqida kuldida taqli jiddiy qiyofatda eshikdan chiqib ketdi. U chiqib ketgandan keyin yuragim tinchlanib, erkin nafas oldim. Bo'ptilar, tagmisin, menmi olmayman. Rastimni esam, to'li bir qizlar bilan ko'rish jarayonida bo'lib o'tgan ishlar heliqidik. Shunga bu haqdan qo'rqadigan bo'lib qoldim men. Ashundaq degan bilanmi, boshlang'ich maktabdagi o'qituvchimdek toza adablab, jajamni berib qo'yib, bo'ynini urib qoqqandek netchini etib etib chiqib kelsa har keldigan odamga. Ko'nglimga keldi mening. Mushu g'ashchilik ichida meni siqib turgan bu tamoqxonadan sug'urilib chiqdim. Buningdan bir yil ilgirki vaqtlarda har qitim birasidan yoki biror ishdan ko'nglim azar esa, yana hilqi qahvaxona, eng boshda qizlarni taklif qilib ko'rishib yurgan, menga nisbatan ko'ni joydakli bo'lib qolgan qadinas qahvaxonani sevib qolatdim. İmkoniyat bo'lsa yolg'iz berib, birdam xiyol surib o'ltirib kelatdim. Bo'lmasa uyga qaytib, jimmida yetib, ichinishli xiyollarga ketatdim. Hozir o'ylab baqsam shu tarafga bormag'ilimi xeyli uzun bo'lib qolgan edi. Lekin bugun ko'nglim shu tarafni tortib qoldi. Berib o'ltirib kelaylar bo'ldi. Chunki ko'nglim shu yerda haqiqiy ozodlik topadi. Mungluq muzika, tamliq qahva, go'zal yolg'izlik meni opamdan qolsa eng yaxshi papilaydi. Nim bo'ptikan imkonsiz ishlar uchun urib. Hech qachon bir yerga qechib ketmaydigan to'ttamning ichiga oldirib. Shularni o'ylagandan keyin mashinamni qo'zg'ab, elqi qahvaxonaga bordim. Voh! Bir mezgil kammisam ichida bo'lib ketgan o'zgarishlarni deyman. Qayta zinnatlanib, o'rindiq ustallari yangilanib, tamoq tizimligiga tort va boshqa ushshaq yemeklar qo'shilganning sirtida boshqa qo'rimi tamoqlarmi chiqadigan bo'ldi. Kütgüchilarning kiyimlari, deraza pardalari, tizilgan gullar ham tamg'i eslagan zinnat taqsilarmi hammasi yangicha. Ko'zim chaqnab ketgan yangiliklarni ko'rib to'ymay yotatdim. Oldimga tizilgan tamoq va ichimlik tizimligiga ko'z yugurtgach, qahvaxona. Yo'q, hozirgi bu choy taomlari sariyi ichidan tonish bir gavdini izlab qelayotatdim. To'g'ri. Heliqi bir chaqdiki men eshikdan kirib bo'g'icha o'zingiz yolg'izmi? Hozircha bir istakan sut qahva. Qog'inni heliqi qizlar kelganda buyurtisiz shundaqmi deb so'rab, ko'zimning balaxonasiga cho'kib ejib turadigan egiz ham zilva bo'yli qizli kamda qiladi. Ha, dal shu qiz kamkin. Nega ketganda u? Bu yerda ishlamaydigan bo'lib ketib qolganmidi yoki oshxona tarafda boshqa ishlarga mas'ul bo'lib qolganmidi? Shu xiyollar bilan ko'nglimni qayta boshdan qo'chib oldim. Bu qizni mush kamgacha aslab baxmagan edim. Ammo bugun bu yerga qadam bosishim bilan yana qayta yodimga yetish qiziq. Ko'nglim tatgan narsani buyurtib, oldimdagi go'zal yemeklik va puroqli qahvadan huzurinib, o'zimni tashlab o'ltirib xiyol surib Tuyuqsiz oldimga qo'yilgan bir stakan usti qahvadan xiyolim chechildi. Qiziq. Oldimda yerimlashgan bir stakan qahva turibdi. Men qayta qahva buyurmasam, nereden keldi bu? Shundaqli beshimni ko'tirib, qahvani oldimga qo'yg'ucha qardim. Go'zal, chiroyli, xushbichim bir qiz edi. Bir qarasam to'nigandek, yana bir qarasam to'nimagandekmi qiladi.
Dilg'inlikda turganimda qiz villada kulib, udulimda o'ltirdi, ondan mendan ahvol so'rab. Yaxshi turibsizmi? Bu yoqlarga kelmasli bo'lib ketdingiz. Men tez sizni to'y qilib olib, sutli qahvani unutib ketdi deb o'ylagan. Qizning ovozimi bakli tonishliq edi. Biroq kim ishkanligi aniq jazm qilolmay yotdim. Shundaqdimi savolni javobsiz qo'ygim kelmadi. Yo'q, texe, mushu ishda talay mendan yuz o'rganchidi. Hech bir peshonamga putilgan birsini tep bo'lolmay yuraman otam. Yaxshi bo'pti. Nima? Yaxshi bo'pti deyman. Bu kamgacha topamagan bo'lsangiz, ilgirkilarning hammasi peshonangizga putilmabdi. Xalqning rizqi haqi tushmaydi emasmi? Bu gaplarni anglab g'ujjida ochiqim keldi-yu, gap qilmadim. Demisimi, qizning da'vatqanlari o'rinli edi. Siz deb to'xtab qoldim, qizning kimligiga jazm qilolmay, ham qiziqishimni yo'shirmay. Mushundaqla tez unutib ketsangiz, ha? Qiz to'soqqida kulib shundaq dedi. Ondan o'rnidan turib, ustalning bir tarafida turgan yumaloq patnisni qo'liga elib, menga adab bilan egilib davomlashtirdi. Apandim, o'zingiz yolg'izmi? Sizga hozircha bir stakan sutli qahva keltirman. Qog'inini sal turib qizlar kelganda buyurtisiz, shundaqmi? Hayronliqim chekiga yetdi. Qiz chiroyimdagi o'zgarishlarni sezdi bo'g'ay, qo'li bilan eg'izni to'sib qaqaqlab kulib ketdi. Endi bilsam, u mushu qahvaxonda kutko'chilik qiladigan, mantiqi boyli yodimga ep, asligan ko'zlarim hamma yoqdan izdigan heliqi egiz boyliq kutko'chi qiz shu edi. Qisqili bir padi kulish va tonishlik berishdan keyin qiz udilimda qaytadan o'ltirdi, ondim. Men oliy maktabda qahvaxona boshqarish kasbida o'qigan, chunki bu ishlarni yaxshi ko'ratdim. Sizni tonigan o chaqlarda bu yerda kutkichi edim. Keyin yana siz kelmaydigan bo'lib ketgan bu mezgildan beri bu yerni o'tkazilib, o'zgartib, qahvani o'z ichiga olgan choy taomlar sariy qilib ochdim. Shu chaqlarda bu yerga doim qizlar bilan uchrashqil kelatdingiz. Bek havas qilatdim sizga. Keyin kelmaydigan bo'ldingiz. Keyin sirtlarda bir-bir boshqa qizlar bilan ko'rdigan bo'ldim. Mana keyin yana keldingiz. Hozirgacha peshonangizga putilganini topamagan bo'lsangiz, taqdir sizni mayning ichida bo'rak saqlagandek intayin bexatar saqlagan gap. Mana qayt yuz kerishdik. O chaqlarda sizga bir talay gaplarni degan bor edi, lekin oddiy bir kutkichi, qo'lidan mehmon kutishdan boshqasi kelmaydigan manqichiray mulozim bo'lganligim uchun sizdan ayminib, gapim ko'ngliga yaxshi-g'u yaxti, yaxmay qolsa, ko'kidil o'rib silkib qo'ymasin deb ansirab o gaplarimni sizga deyamigan. Hozir bu yerning birdan-bir egisiga o'zgargan salohiyatim bilan bulan desam tamoman bo'ladi deb o'ylayman. Tillab ketmaydiganligingizga ishonaman. Anglamsiz? Deginicha ko'zimga qarab kulib turdi. Bu chaqda uning chiroyida belinarlik qizillikmi jilvillanib turardi. Ha, anglay. Yaxshi gapmi yoki yomon gapmi? Siz xohlasangiz yaxshi gap, xohlamasangiz yomon gap emas. Meningcha xohlab qiling. Voy, sirliqlashtirmaydingiz-chi. Qanday ish edi? Men o'zimni shuncha vaqtdan beri sizning peshonangizga putilishni arzu qilib keldim. Faqat siz bilmadingiz. Endi bo'lsam imkon bo'lar deyman. Gerçi qiz bola bo'lsam-mu, bilasiz, qiz bolaning dadillik bilan eg'iz ichishi tas ish. Lekin endi kechiksam pushaymonda qilishdan ansirayman. Qizning tigini shu bo'ldi. Nemisni deyman. Haqiqatan u peshonamga putilib qoldi. Shu qitimqi tasodibiylikdan keyin ko'nglim shu qahvaxonani tatidi. Bormay desam-mu, putlarim ixtiyorsiz shu tarafga so'raydi. Qaraganda ehtiyoj tufaylidan ko'rishganning ishi boshqa, ko'ngli tushib, mehri qo'shilib, qalbi seg'inganning yo'li yana boshqa bo'lsa kerak. Ish qilib to'li izdishib, uning izdigidan men bezar bo'lmay, mening izdiginimdan uning beshi ko'kka yetib yurib, oxiri rizqimiz qo'shilib qoldi. Mana hozir bir obdan oila qurib oldik. Egiz bo'yliq xo'jayin xinim nag'irdak chiqqan qo'rsiqni dombaytib eg'anlab yurdi. Ya'ni 2 oydan keyin balangizni tug'ib berman, sizli beqing meni avara qilmay deb chaqchaq qilib. Hozirgi bu shirin baxt ishida xuddi tush ko'rayotgandek his qilib qolaman o'zimni. Bu gaplarni sizlarga deb berishim hargizmi quruq hikoya so'zlash uchun emas. Har birimizning hayotidagi go'zal aslimalarni mana shunday o'rtaqlashishmi hayotga bo'lgan qizg'in muhabbat. Qisqasi, shuncha ishlardan keyin peshonamga putilgan bu mahbubamning ismi Mahbuba. Mening o'moq mahbubam.
Her biringlarga o'zinglar söygen, sizlarni söygen mehrlik mahbubalarning nasib bo'lishini tilayman. Hikoyamni anglayotganlar ichida mendek yeshi bir yerga borganda ming tasda o'ylangan. Qeri yigitligini o'ziga har olganda andin baxtini topgan peshqadam qeri yigitlar bor bo'lsa, menga o'xshash hikoyanglarni ko'pchilik bilan o'rtoqlashishinglarni umid qilaman. Hammalarga shodlik yor bo'lg'ay. Əsər işləyücü və təhrirləyici Aminə Əbeydullah. Avaz rejissoru Gülnigar Obulqasım. Avaz bərgüçülər Mevlud İbrahim, Mustafa Abdurrahim, Müyəssər Barat, Dilara Abdüşkür, Adilə Abdüşkür, Minəvər Qadir, Gülnigar Obulqasım, Toxtugül Osman, Aminə Bekri, Aminə Abdükirim, Sərvinaz Hicran.